Assalomu alaykum Cherry X Motors obunachilari. Bugungi obzorimizda Cherry Arizo 6 Pro. Cherry Arizo 6 Pro bu FL yengisi chiqdi, restyling. Restylingda Lexusga o'xshash reshotka bilan chiqdi. Bu endi kimga qanaqa kommentariyaga yozinglar, Lexusga o'xshaydimi yo o'xshamaydimi? Xo'p, bu FLda ya'ni buni komfort pozitsiyasi ham bor, intelligence pozitsiyasi ham bor. Komfort bilan intelligence pozitsiyalarining farqi основной birinchi nazarda olamiz. Faralar. Bunda LED faralar bo'ladi, intelligence full'da, galogenovый u komfortda bo'ladi. Xo'p, keyin esa yana bitta narsasini ko'rdim. Bu yoqda eskisida, ya'ni dorestalingda faralari tepaga ko'chgan, eskisida sentrda bo'lardi. Bu jabralar pastki qatorga tushdi, fara tepaga ko'tarildi. Xo'p, keyin bu yerda eskisida, ya'ni komfort bilan intelligence farqi 360 kameralar bor. Komfort pozitsiyasida esa faqat orqa kamerani bor. Keyin bu yerda luk mavjud, luk bor. Beskulchoy dostup bor. Komfort pozitsiyasida ham bor, faqat komfort pozitsiyasida knopka bo'ladi. Bunda esa sensorli bo'ladi. Xo'p. Keyin komfort pozitsiyasida aytganda, bu yerda ikkita rangli bo'ladi diskasi, komfort pozitsiyasida bitta rangdan bo'ladi. Xo'p. Buni orqa faralari полностью LED optikalar bilan jihozlangan. Bu yerda parturniklari bor. 360 kamerasi bu yerda joylashgan. Endi esa mashinaning ichini ko'ramiz. Endi esa ichini olamiz. Xo'p. Bu yerga ko'rayotganimizdek birinchi navbatda multirul. Multiruli ancha aqlli, ya'ni bu yerda adaptivniy kurs kontrollarni boshqara olasiz. Bu yerda ya'ni полоса удержания bor, adaptivniy kurs kontrolni yoqib o'chirish. Bu yerda esa distansiyani saqlash va tezlikni past-baland qilib o'zgartirish. Bu yerda esa ovozni baland-past qilish, ya'ni bu multimediaga tegishli. Bu yerda telefon ko'tarib o'chirish, rul obogref bor ekan. Bu yerda Android Auto yoki Siri'ni telefoningizga CarPlay orqali ulab qo'ysangiz bo'ladi, bu yerdan Siri'ni ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin bu tomonida esa Eco va Sport rejimida yuradi. 360 kamerasi yoqib o'chirsangiz bo'ladi bu yerdan. Bu yerda полоса удержания ham bu yerdan ham qo'shsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda esa bokovoylar elektronniy, ya'ni o'zi yig'iladi, o'zi ochiladi. Bu yerda ligrovkasi bokovoyda, faralar, ko'tarib pastga baland qilish. Xo'p, bu yerda esa obshivkalariga kelayotgan bo'lsak, obshivkalarda bu yog'i plastik, tomonlari hammasi eko koja, yumshoq, qo'l tetgan joylar hammasi yumshoq. Katsini hammasi. Bu yerda podsvetka bo'ladi. Bu yerda podsvetkasi bor. Podsvetkasi 64 ta rangi bor. O'zingizga xohlaganingizda tanlab ola olasiz. Xo'p, bu yerda start stopimiz bor ekan. Bu yerda klimat kontrolli upravleniya qila olamiz. Bu yerda hammasi sensorli, bu tugmali. Bu faqat avarinka tugma. Xo'p, bu yerda klimat kontrolni boshqaraman desangiz, xohlasangiz bu yoqdan ham boshqarsangiz bo'ladi monitordan. Gradusni o'zingizga belgilab, xohlaganingizda. Keyin bu yerda bu tugma полностью лобовойni qizdirishga yordam beradi. Ko'rib turganingizdek smoplari bor. Bokovoylarni lobovoylar qiziydi. Xo'p, keyin bu yerda esa ko'rib turganingizdek kichkinagina karmashkachasi bor. Bu yerda ko'rib turganingizdek USB tiqib qo'yib bemalol qo'shib eshitsanglar bo'ladi. Android Auto bilan CarPlayni mana shu yerdan ulasanglar bo'ladi. Prikuritel bor. Xo'p. Bu yerda joystikli rычагimiz bor. Полностью parkovka knopkalari, bu yerda elektronniy ruchnik, auto hold, bu yerda joystick, ya'ni bu multimediaga javob beradi. Bu yerda sideniya obogreflar, ikkita bosqichli, bu yerda home, ya'ni buni bossangiz monitorimiz home rejimiga o'tadi. Bu esa mashinamizning nastroykalarini. Bitta bossangiz mashinamizning nastroykalari ochiladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek беспроводной zaryadka, podstakanniklar 2 kishi uchun, bari kichkina deb o'ylamanglar, bu tomonda yana joy bor. Anchagina katta, keng. Mana aka, hozir o'zimning orqamda o'tiribman. Bo'yim 1.70. Так, в принципе, anchagina joy bor. Bu yerda ko'rib turganingizdek deflektorlar bor orqa o'rindiqlarda. USB tiqib bemalol zaryad qilib ketishi mumkin bu yerda yo'lovchilarimiz. Bu yerda ikkita obogref, sideniya obogrefimiz bor. Mashinamiz polniy sideniya obogref bor. Keyin bemalol 3 kishi sig'adi.
bemalol chiqish sig'adi. Va buni materialiga kelayotgan bo'lsak, materiali eko koja bo'ladi. Ancha yaxshi. Endi esa motoriga o'tamiz. Motoriga kelayotgan bo'lsak, bu yerda 4 ta silindrli 1.5 turbo, ot kuchi 147 ta. Rasxodiga kelayotgan bo'lsa, 609 aralash, trassada esa 5.5. Ancha ekonomichniy motor. Bunday olib qarasak, Malibuda ham 1.5 turbo, faqat uni korobkasi boshqacha bo'lganligi uchun uni ot kuchi ko'proq. Bunda korobkasiga kelayotgan bo'lsa, bunda variator turibdi. Variator 9 ta bosqichli. Endi esa bagajga o'tamiz. Xo'p, bagajimizni ochish uchun tugmasi bor. Tugmani bosamiz, o'zi ochadi. Xo'p, bagajimizning obyomi 482 litr. Bu yerda ko'rib turganimizdek 3 burchak bor, treугольнигimiz. Bu yerda domkrat, ключ, hamma narsamiz bor komplektda. Bunda podsetkasi ham mavjud. Podsetkasi bor. Bu yerda esa dakatkamiz mavjud. Yopish uchun bu yerda qo'l bilan yopiladi. Mashinamiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish esdan chiqmasin va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar siz bu mashinamizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Cherry Chilonzorga keling.